Diqqat do'stlar, agar siz abituriyent sifatida o'qishga topshirgan bo'lsangiz va o'qishga kirolmagan bo'lsangiz, super kontrakt qilishga shoshilmang. Ya'ni sizda yana imkoniyat bor, yana bir marta talaba bo'lish uchun imkoniyat taqdim etildi. Ya'ni 6-yo'nalishni tanlab siz talaba bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, ikkinchi bosqichda yo'nalish tanlashga ulgurmagan yoki yo'nalish tanlash esidan chiqib ketgan abituriyentlar ham talaba bo'lish imkoniyati mavjud. Bu narsa demak bugun ochildi. Demak, bemalol o'zingizni shaxsiy kabinetingizga kirib, ushbu jarayonda qatnashishingiz mumkin. Bu bo'yicha hozir videoni ko'rib chiqamiz va qo'shimcha ma'lumotlar berib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. O'rinlari qolgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga tanlovda ishtirok etish. 2026-2027 o'quv yili uchun oliy ta'lim tashkilotlariga kirish imtihonlarida ishtirok etib, 56.7 va undan yuqori ball to'plagan, biroq talabalikka tavsiya etilmagan yoki ro'yxatdan o'tishning ikkinchi bosqichida oliy ta'lim tashkiloti va ta'lim yo'nalishlarini tanlamagan abituriyentlar vakant o'rinlari qolgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Demak, agar siz 56.7 balldan yuqori ball to'plagansiz, lekin talabalikka tavsiya etilmagan bo'lsangiz, sizda yana talaba bo'lish, oddiy kontrakt to'lovini to'lab o'qish imkoniyati bor. Demak, 32 mingga yaqin bo'sh o'rinlar mavjud. Va agar siz umuman testga kirib, lekin ikkinchi yo'nalishda, ikkinchi bosqichda yo'nalishlarni tanlamagan bo'lsangiz ham, sizda ham demak talaba bo'lish imkoniyati mavjud. Demak, bizdan asosiy talab qilinadigan narsa bu to'plagan ballimiz 56.7 balldan yuqori bo'lishligi. Bunda ro'yxatdan o'tgan abituriyentlarning to'plagan ballari ketma-ketligi qat'iy hisobga olingan holda vakant o'rinlarga abituriyentlar bazaviy to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etiladi. Abituriyentlar test topshirgan fanlar majmuasi va ta'lim tiliga mos bo'lgan vakant o'rinlari qolgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Demak, bu yerda muhim narsa sizni to'plagan ballingiz qanchalik yuqori bo'lsa, demak talaba bo'lish imkoniyatingiz shunchalik oshadi. Ya'ni agar 57-58 ball to'plagan bo'lsangiz ham imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin agar 100, 110 shunga yaqin yoki umuman qancha ballingiz yuqori bo'lsa, sizni talaba bo'lish imkoniyatingiz oshadi. Agar vakant o'rinlari qolmagan bo'lsa, ushbu toifadagi abituriyentlarga tanlovda ishtirok etish imkoniyati berilmaydi. Yana bir muhim ma'lumot, demak, agar siz tanlagan fanlar bo'yicha yo'nalishlar yo'q bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun aynan hammada bu imkoniyat bor deb aytib bo'lmaydi. Faqatgina ma'lum bir o'sha 32 mingta vakant bor. Mana shu ma'lum bir fanlar yo'nalishi doirasida kimdadir bitta, kimdadir ikkita universitetda joy bo'lishi mumkin. Umuman olganda agar siz tanlagan fanlar majmuasi bo'yicha bo'sh vakantlar bo'lsa, 5 tagacha yo'nalish tanlashingiz mumkin. Bu ham ajoyib imkoniyat. Bilimni baholash agentligining my.uzbmb.uz platformasidagi shaxsiy kabinet orqali vakant o'rinlari qolgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga tanlovda ishtirok etish bo'limiga kirilib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Demak, buni amalga oshirish xuddi ikkinchi bosqichda qilgan ishingiz kabi bir xil, ya'ni o'zingizni shaxsiy kabinetingizga, ya'ni mana ko'rsatib o'tilgan my.uzbmb.uz saytiga kirasiz va bu yerdan xizmatdan foydalanish ustiga bosishingiz kerak. Yana ko'rib turibsiz, mana o'zingizni shaxsiy kabinetingizga kirgansiz va shu holatda xizmatdan foydalanishni bosasiz. Tanlovda ishtirok etish bo'limiga kirilib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi va oliy va mana bosilgandan keyin bu yerda 7-bosqich ochiladi va bu yerdan tanlangan yo'nalishlarni bemalol ta'lim shakli, umuman sizda mavjud bo'lgan bo'sh vakantlardan xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Kimdadir bu 5 ta, kimdadir 3 ta chiqishi mumkin, kimdadir bitta chiqishi mumkin, kimdadir umuman chiqmasligi mumkin. Ya'ni bu siz tanlagan fanlarga bog'liq bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'taman, agar kimdadir chiqmay qolayotgan bo'lsa, demak sizda afsuski imkoniyat yo'q. Lekin o'sha 32 mingtaga yaqin imkoniyat bor. Ta'lim tashkilotlarini tanlash bo'limiga o'tiladi. Test topshirgan fanlar majmuasi va ta'lim tiliga mos bo'lgan vakant o'rinlari mavjud bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun 5 tagacha oliy ta'lim tashkiloti va ta'lim yo'nalishini ta'lim shakli bilan birga tanlaydi. Bunda ta'lim yo'nalishlarini bir oliy ta'lim tashkiloti yoki turli oliy ta'lim tashkilotlari o'rtasida tanlash mumkin.
ta'lim yo'nalishlarini tanlab, saqlash tugmasi bosilgan. Demak, o'sha aytganimdek, ikkinchi bosqichda amalga oshirilgan ishlar bilan deyarli bir xil hamma narsa. Oxirgi bosqichida demak siz saqlashni bosasiz va o'sha telefoningizga kelgan kodni kiritishingiz kerak bo'ladi. So'ng ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqam dasturga kiritilib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyent tanlagan oliy ta'lim tashkilotlari, ta'lim yo'nalishlari va ta'lim shakllari aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishlari mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda SMS kodni kiritganingizdan so'ng ushbu qilgan harakatlaringiz saqlanadi va siz ushbu qayd varaqasini ko'rasiz. Qayd varaqasini yuklab olishingiz ham mumkin. Bu sizni haqiqatan ham ushbu 6-yo'nalishni tanlaganingizni bildiradi va bemalol o'sha talaba bo'lish uchun imkoniyat paydo bo'ladi sizda. Abituriyentlar ta'lim yo'nalishlarini tanlash muddati yakunlangunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Bilim va malakalarni baholash agentligi barcha abituriyentlarga muvaffaqiyat tilaydi. Demak, ko'rganingizdek, bu yerda ma'lum vaqt berilgan, ya'ni 22-avgustdan 28-avgustgacha sizda bu imkoniyat bor. Aynan shu oralikda siz bemalol xohlagancha o'zgartirishingiz va 5 ta yo'nalish yoki 3 ta yo'nalish qanchasida mavjud bo'lsa, umumiy 5 tagacha yo'nalishni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun 28-avgustgacha ulgurib qolishingiz kerak bo'ladi. Demak, do'stlar, bu haqda biz Telegram kanalimizda ham ma'lumot berganmiz. Ushbu Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu yerda agar siz tushunmagan savollaringiz bo'lsa, savol yo'llashingiz mumkin. Ya'ni mana 1000 dan oshiq bu yerda ushbu manzil bo'yicha, ko'rsatilgan manzil bo'yicha kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin va bu yerda ushbu ma'lumotlardan yana qo'shimcha berib boramiz. Bundan tashqari siz bu yerda kommentariy qismiga o'zingizga qiziqtirgan savollarga javob olishingiz ham mumkin. Umuman ushbu qabul bo'yicha barcha savollarga mana shu kanalimizda yangiliklarni berib boramiz. Mana bu yerda umuman qabul jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlarni doimiy tezkorlikda berib boramiz. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Savol va takliflaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.